Barchaga assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim, Toshkent bozori obunachilarim. Shu videoga bitta like bosib qo'ying, siz uchun harakat qilyapman. Eng zo'r narsalarni faqat Toshkent bozori topadi. Sizlar uchun manzillarni tushuntirishga harakat qilaman. Kimga qanaqa narsa kerak bo'lsa, men videosini hozir qo'yaman. Bemalol ko'rib, manzillarni aytaman, kelasizlar. Jigarlarim, bozorimiz qaysiligini ham tushuntiraman sizlarga, qanaqa bozorligini ham tushuntiraman. Bu yerda qanaqa kiyimlar kerak bo'lsa topasiz, uyingizga texnika kerak bo'lsa topasiz, bolalaringizga arzon televizorlar masalan deylik, moshinchalar, igrushkalar, nima kerak bo'lsa, xohlagan narsangizni mana shu bozordan topasiz. Bilaman, ko'pchilikka hozir qiziq bo'layapti. Qaysi bozor ekan deydi. Bu bozor ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bu yoqda eski narsalar ham bor, yangi narsalar ham bor azizlar. Bu yer juda katta bozor bu. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Juda katta bozor bu. Вообще xohlagan narsalarni topsanglar bo'ladi bu bozorda. Faqat YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin Toshkent bozor Instagram kanaliga parchalarni qo'yib boraman. Undan keyin hammasini manzillarni tushuntirganimni YouTube kanalga joylashtiraman sizlar uchun. Hozir bitta joyga aytaman sizlarni. Вообще mazza qo'rasizlar. Yo'q, bunaqa narx bo'lishi mumkin emas deysizlar, lekin haqiqatan faktiski mana shunaqa narx do'konlarda вообще qimmat. Bu yoqda shunaqa narxda. Yangi narsalar ham bor, eski narsalar ham bor. Kimdir olgan, sotib yuborgan birdaniga. Pramo shunaqa. Yeb-ichgan narsalar ham bor. Hamma narsa bor. Suroglar narvanli. Bular ham surogga qarab bemalol sotadi. Bu narsani yomon narsalarni sotmaydi bular ham. Bular ham biladi. Mikrovolnovka deysizlarmi? Oddiy misol. Nima kerak bo'lsa, hamma narsa topishlaringiz mumkin mana shu bozorda. Kiyim-kechaklar hammasidan bor. Ko'pchilik bu yerda syomkalar uchun oladi. 10 ming so'mdan menga qarang. Oddiy misol 10 ming so'mdan. Biznes qilsa ham bo'ladi, oddiy misol 25 ming so'mdan mana ko'rib turibsiz. 25 ming so'm, 10 ming so'm. Har kiyimlar bor. Faqat eski joy emas bu. Yangi narsalar ham bor. Mana bozor juda katta, juda katta bozor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bugun uncha odam yo'q. Sababiki men bugun video olishga qaror qildim sizlar uchun. Shuning uchun ham mana hozir singlarimiz uchun kerak narsalar ham bor. Oddiy misol mana yangi sumkalar. Hammasi yangi, assalomu alaykum. Hammasi yangi sumkalar. Kiyimlar ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Faqat eski narsalar emas bu yoqda. Mana yangi mana kalaskalar, mana yangi kalaskalar. Mana hammasi yangi, oddiy misol. Eski emas bular. Yangi. Mana qozon tovoqlar, oddiy misol. Hammasidan bu. Kimga nima kerak, zapchas kerak bo'ladimi, boshqa narsa kerak bo'ladimi? To'g'ri, boshqa do'konlardan topolmaysiz, lekin mana shu yerda aniq topasiz. Hozirgi videom boshqa narsa haqida. Ko'pchilik kutgandi. Kompyuterniy stol и ofisniy stul haqida, stul. O'sha haqida bo'ladi. Narxi 100 ming so'm, 200 ming so'mdan. Hozir men ko'rsataman. O'sha uchun o'zi videoni ochgandim. Sizlarga ko'rsataman deb. Yaqinlashib qoldik. Manzillarni hozir aytaman. Sal sabr qilib tursanglar, manzillarni ham tushuntiraman. Manzillarni ham tushuntiraman sizlarga. Qochsin qarayman, qochsin qarab video kelganda. Shuna qochabilir. Mana, azizlar, qaranglar. Hatto qarayoladi deydilar. Qaranglar. 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan, 100 ming so'mdan, 100 ming so'mdan, 300 ming so'mdan mana. Mana. Taniganlar bormi? Zulf Ko'pkar. 100 ming so'm, 200 ming so'm, 300 ming so'm, 350 ming so'm, 600 ming so'm mashinaga. 1 milliongacha yo'q bu yerda. Yo'q. Endi manzil tushuntiraman. Manzil Toshkent shahar Yangiobod. Yangiobod bozoriga kelasiz. Yangiobod bozoriga kirganingizdan keyin bozor ichiga kirasiz. Kirib to'g'ri yurasiz. Salgina yurganingizdan keyin o'ng tomondan pavorot chiqadi. Pavorotga shunday kirasiz. Pavorot kirganingizdan keyin yursangiz bir 40 metrlar yurasizda, sirazi chapga burilasiz. Chapga birinchi palasadan kelaverasiz. Sal oxirroqga yetmasi, mana bizdan chiqadi. Mana sizdan chiqadi. Mana shu yo'ldan kelaverasiz. Mana shu yo'ldan kelaverasiz. Mana shu sizdan chiqadi azizlar. Mana shu yerda kimga kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa, shu yerdan bemalol topsanglar bo'ladi. Sizlar uchun bu video, shu videoga bitta like bosib qo'yinglar.
bundan ham qiziq narsalarni Toshkent bozori sizlarga ko'rsatadi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Instagram kanaliga o'tinglar, jigarlarim. Instagram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari ko'p sovg'alar uynayman. Barchaga omad. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Mana 100 ming so'm, 200 ming so'm. Bu ham shu 250 ming shunaqa. Bo'lsa 300 ming so'm, shu 600 minggacha. И всё. Undan ham arzon qilib beradilar kelsanglar. Undan ham arzon qilib beradilar. Toshkent bozori nomidan keldim deinglar faqat. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Kommentariya fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Aktiv bo'lamiz.